Bu 5 ta misolni ishlashni bilmaydigan bo'lsangiz, aniq Westminsterga kira olmaysiz. Videoni oxirigacha ko'ring va har bitta misolni yechimigacha, qanaqa ishlashigacha o'rganasiz. Ismim Lazizbek, 3 yildan beri 100 dan ortiq o'quvchilarga Westminsterga kirishga yordam berganman va 10 dan ortiq o'quvchilarim hozirda Westminsterda grantda o'qishadi. Keling, unda yechimlarni ko'rib chiqsak va dars oxirida buni konspektini ham bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi misolni ko'rsak. Bu misolimiz kirish imtihonida yaqinda tushdi. Shuning uchun ham buni o'rgansangiz, sizga albatta foydasi juda katta bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, logaritm 2 asosida x plus logaritm x asosida 2 teng 5 taqsim 2 ga. Buni ishlashsa bizga bitta formulamiz yordam beradi. Logaritm a asosida b ni biz boshqacharoq yozsak bo'lardi, esingizda bo'lsa. Bu 1 taqsim logaritm endi b asosida a. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, bu yerda joylari almashib qoldi. Ya'ni bu yoqga tushdi. Shu sababdan biz aynan shu texnikadan foydalangan holda buni hozir ishlasak bo'ladi. Xo'p, keyin o'zimizga to'g'rilab yozib olsak, oldin birinchisini ko'chiramiz, mayli, bir xil qilib qo'ydik. Plus endi 1 taqsim qilamizda logaritm 2 asosida x teng bo'ldi bu 5 taqsim 2 ga. Endi bizda logaritmlar takrorlangani uchun bularni t orqali zamena qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni logaritm 2 asosida x bizda teng t ga. Aynan shu narsani yozib olishimiz kerak. T plus 1 taqsim t teng bizda 5 taqsim 2 ga. Endi oddiy tegramani ishlasak, javobimizni topa olamiz. Xo'p. Bu yerga t dan beramiz. Va endi bu yerga ham biz hozir t dan berib, qolganlariga 2 dan berib chiqsak, demak esa bu yerda 2 miz bor. Endi albatta mahrajni tashlab ishlasak bo'ladi. Shunda bizda chiqdi 2t kvadrat plus 2 teng 5t ga. Xo'p, endi buni to'g'rilab yoza oladigan bo'lsak, 2t kvadrat minus 5t plus 2 teng 0 ga. Endi diskriminantdan buni ishlab olamiz. Diskriminant teng 25 minus 4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ga. Ya'ni bu endi bizda bo'ladi 8, bu yerda bo'ladi 16, 25 dan 16 ni ayirsak bizda 9 chiqadi. Xo'p, t1 ni qaraydigan bo'lsak, minus 5 minus 5 bo'lgani uchun shunchaki 5 bo'ldi. Minus 3 taqsim 2a ga yoki bo'lmasam 2 ko'paytirilgan 2 ga. 5 dan 3 ayiradigan bo'lsa bizda 2, 2 ni 2 ga ko'paytirsak to'g'ri bo'ladi. Shu sababdan endi javobimiz ham bizda 1 taqsim 2 bo'ldi. Ikkinchisiga qaraymiz. T2 da endi sal o'zgartirib yozishimiz kerak bo'ladi. Plus 5 yana, endi plus 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 ga. Teng bo'ldi 8 taqsim 4 ga. 8 ni 4 ga bo'lsa, bu yerda mana javobimiz 2 chiqdi. Endi javoblarimiz bor. Birinchisi bu 1 taqsim 2, ikkinchisi 2. Xo'p, endi javoblarimiz chiqdi. Bularni endi logaritmga tenglab bemalol ishlab olsak bo'ladi. Birinchisi logaritm ikkinchi asosida x teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga. Ikkinchisi bo'lsa logaritm ikkinchi asosida x teng bo'ladi 2 ga. Logaritmlarni ishlash esimizda. Buni formulasini keling alohida bu yerga yozib ham ketaman. Bizda masalan logaritm a asosida x teng bo'ladigan bo'lsa b ga, biz shunchaki a ni ham bu tarafga, ham bu tarafga berishimiz kerak. Qolgani bo'lsa bizda shunchaki shu a sonimizni darajasida bo'ladi. Va bularni biz hozir almashtirgan holda bemalol x imiz teng bo'lib qoladi shunchaki a b ga. Endi formulani o'zimizning case'ga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu yerda 2 bor, bu yerga ham 2 ni berdik. Shu bilan biz hozir 2 ni bu yerga x pastga tushiradigan bo'lsa, x o'zi qoladi. Va x imiz teng bo'ladi endi 2 ni 1 taqsim 2-siga. Yoki bo'lmasam shunchaki ilzosda 2 ga. Ikkinchi vaziyatga qaraydigan bo'lsa, 2 ni bu yerga berdik, 2 ni bu yerga berdik, joylarni almashtirdik, x imiz pastga tushdi va x imiz endi teng bo'ladi 2 ni ikkinchisiga yoki bo'lmasam 4 ga. Shu bilan bizda ikkita yechim bor, x ni birinchisi va x ni ikkinchisi. Bularni mana bunaqa belgilab ketsak bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi misolni ko'rsak. Bu misol bizda kirish imtihonida tushgan misol. Shuning uchun ham buni ham albatta o'rganib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda aytayotdiki, bizda shunda square bor yoki bo'lmasam kvadrat va uni ichiga bizda 4 ta aylana chizilgan. Using the data in the figure and radius of each circle is 2, find the violet area. Ya'ni violet deganimiz mana bu bizda bo'yalgan aynan violet rangdagi bo'yalgan qismni topishimiz kerak bo'ladi. Bizda radiusimiz ancha-muncha informatsiyani berib qo'ydi. Demak, aytsa hozir radius deganimiz har bittasi mana bu qismi 2 ga teng. Yoki bo'lmasam, bularni hozir boshqacha ko'rinishda ham chizishimiz mumkin, ya'ni radiuslarimizni. Ya'ni keling, radius допустим pastga qarab tursin. Bu yerda 2. Bu yerdagi radiusimiz ham endi tepaga qarab tursin. Bu yerda 2. Endi bu yerda ham yana bitta radius chizib qo'ysak bo'ladi. Bu ham 2.
bu yerdagi radiusni ham endi o'ngga qaratib, ham tepaga qaratib bunaqasiga chizadigan bo'lsak va bu yerda ham shu narsani davom ettirib chizib bu yerga ham qilib qo'ysak, bizda kvadrat kelib chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni kvadrat va ichida bizda 4 ta aylanani choragi bor, 4 ta choragimiz bor. Keling endi bu vaziyatda o'zimiz boshqacha ko'rinishda chizib olsak. Bizda bilamizki, kvadrat bor va kvadratdan tashqari bizda aylanani choraklarini ko'rdik bu yerda. Ya'ni keling buni hozir men bo'yab qo'ysam, sizga ko'rinadi. Aynan shu qismlari bizda bitta o'zi aylanani 4 ta choragini teskari qilib qo'yishgan. Endi biza bu vaziyatda shuni teskari qilib, ya'ni to'g'irlab bitta aylana ko'rinishda chizib qo'ysak ham aynan shu vaziyatga to'g'ri keladi. Ya'ni masalada kelgan vaziyatda bu shunchaki mana shuni bo'lib teskari qilishgan. Biz uni o'zi holiga qaytardik. Biz endi topishimiz kerak bo'ladigan qismimiz mana chekkalari qolib ketdi faqatgina. That's it. Ya'ni shu narsani biz hozir topsak, bemalol hozirgi bo'yalgan qismimizdan topa olamiz. Keling buni ko'ramiz endi. Xo'p, bu yerdagi radiusimiz endi 2 dan edi. Bu yerdagi radiusimiz ham aynan shunaqa bo'ladi. Bu endi bizda ham 2 ga teng. 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu radiusimizdan endi tepaga ham, pastga ham qiladigan bo'lsa, bizda diametrimiz chiqdi. Bu diametrimiz endi 4 ga teng. Bu degani kvadratimiz tomoni o'zi bizda 4 ga teng. Kvadratimiz tomoni endi 4 ga teng. Ya'ni bu qism hamma joyi tomonlari 4 ga teng bo'lar ekan. Buni bilganimizdan keyin bitta narsani bila olishimiz kerak. S square yoki bo'lmasam kvadratdan ayirishimiz kerak. S circle yoki bo'lmasam aylananiki. Va shu yerda bizda S boyagi violet chiqadi. Violetimiz bu boyagi bo'yalgan qismimiz. S square bu bizda teng bo'ladi 4 ni kvadratiga, esa tomonlarni ko'paytirdik, 16 chiqdi. Ikkinchisi bo'lsa S circle. Bu bizda radiusimizni pi ga ko'paytirib kvadrat ko'targanimiz edi, esingizda bo'lsa. Shu orqali ishlaydigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan 2 ni kvadrati yoki bo'lmasam shunchaki 4 pi chiqadi. Va endi bularni ayirib S v ni topib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bu endi bo'ladi 16 minus 4 pi ko'rinishida. Mana bizning javobimiz. 3-savolimiz ham bizda imtihonda tushgan, kirish imtihonda. Shuning uchun ham buni ko'rib chiqishimiz juda kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 4 ni 2026-darajasi plus 4 ni 2025-darajasi bizda takrorlanib turibdi. Ya'ni bu yerda bizda 2025-daraja, bu yerda 2026. Lekin ikkalasida ham nima bor? Albatta 2025. Shuning uchun ham biz qiladigan ishimiz 4 ni 2025-sini qarsdan tashqariga chiqarib olaylik. Chiqarganimizda endi qiladigan vazifamiz aynan biz chiqadigan narsamizni darajadan ayirish. Ya'ni 2025-darajani 2026 dan ayiramiz. 2026 ni 2025 ayiradigan bo'lsak, bizda shunchaki 1 chiqadi. Va endi chiqadigan narsamizning o'rniga shunchaki 1 yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va endi bu taqsim bo'ladi 5 ga, teng bo'ladi 4 ni x-darajasiga. Endi bu yerdan nima chiqadi? 4 ni 2025-si ko'paytirilgan 5 ga taqsim 5 ga teng 4 ni x-siga. Bularni qisqartiramiz va bizda endi 4 ni 2025-darajasi teng 4 ni x-siga bo'ladi. Bu bizda bitta formulani takrorlayapti. Qaysiki a ni x-darajasi teng a ni b darajasiga bo'lib qoladigan bo'lsa, shunchaki x-imiz teng bo'ladi b ga. Ya'ni bu bizda ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklarda aynan shunaqa ko'rinishda ishlardik. Shu sababdan bu yerdagi x-imiz ham aynan 2025 ga teng bo'ladi. Nima esa bu yerdagi darajalarini biz hozir tenglab qo'ydik. Davom etamiz. 4-savol. Bu savolimiz ko'proq aynan scholarship yoki bo'lmasam grant leveliga tortadi. Nimaga desa, bu yerda ko'proq tekst ishlatilgan. Ya'ni bu yerdan bilib ketishimiz mumkinki, aynan grant imtihonda ko'p mavzularimiz yoki ko'p misollarimiz aynan tekst shaklida keladi. Keling, masalani o'qisak. A cylinder has a diameter of 10 units and a volume of 250 cubic meters deydi. Endi a vertical plane intersects the cylinder parallel to its center axis at a distance of 3 units from the center. Find the area of the plane that is inside the cylinder. Draw the cylinder. Okay. Buning uchun har bitta aytilgan narsani keling chizib ko'rsatib beraman sizga va buni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda diametrini aytdi. Ya'ni diametr deganimiz bu asosini diametri desak bo'ladi. Shu joyi bizda 10 bo'lar ekan. Buni ko'rsatdik. Endi aytayotdiki, and a volume of volume ni yozamiz. Ya'ni bu
bizada obyomi. Bu bizada S base yoki bo'lmasam asosini ko'paytirganimiz aynan heightga, ya'ni balandligimizga. Ya'ni hozir buni asosini, yuzasini balandligiga ko'paytirganimiz aynan bizada teng bo'lar ekan 250 ga. Buni yozib qo'ydik. Endi aytayaptiki, a vertical plane intersects the cylinder parallel to its center axis at a distance of 3 units. Ya'ni bizada sentridan keling bitta balandligi bilan aniqlashtirib ko'rsatib qo'yamiz. Shu bizada sentri deb olsak, buni sal buyoqroq qo'ysak, mana bu bizada eng markazi bo'lar ekan. Va bu markazidan 3 units. 3 units bo'lsa, bu aynan bizada hozirgi nima desak bo'ladi? Radiusimizdan 3 qismidan, 3 degan joyidan bizada plane o'tgan. Plane bu nima? Bu bizada hozir chizib ko'rsataman sizga. Bu bizada tekislik. Ya'ni shunaqa tekislik bizada kesib o'tilgan. Pastga qaratib ham biz buni hozir chizib ko'rsatib qo'yamiz sizga. Shu ko'rinishda o'tgan bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Aynan shu qismni biz hozir topishimiz kerak bo'ladi, bu nechaga tengligini. Ya'ni bu tekislikning yuzasini hozir topamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Albatta biza hozir aynan shu qismimizni uzunligini topib olishimiz kerak. Bizda-ku balandligimizni hozir bemalol topsak bo'ladi, nima desa bu yerdagi formulada. Lekin asosiysi hozir bizdagi mana bu qizil qismni topishimiz. Uning uchun biza bu figuramizga tepadan qarashimiz kerak bo'ladi. Tepadan qaraydigan bo'lsak, bizda markazimiz bor. Markazdan albatta radiusimiz chiqarsak bo'ladi yoki mana bu radiusimiz va bu yerdan aynan distance bor. Nechadir distance'da bizda o'tgan. Distance'ni nechadir qarab qo'yaylik. Bu bizda 3, distance of 3. Ya'ni bu qismimiz 3 ga teng. Endi bizda aytdiki, bu bizda radiusimiz. Shu yerdan bizda plane o'tdi. Buni endi mana bu yerga ham qilsak, bu qismi ham bizda radius. Bu qismi ham bizda radius. Va bundan foydalangan holda biz hozir bemalol mana bu nechaga tengligini topsak bo'ladi bizga qidirayotgan qismimizni. Ya'ni bu bizda oddiy uchburchak. Va endi uchburchagimizni o'zi to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Aynan shundan foydalangan holda biz buni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, diametrimiz 10 ga teng. Endi bu yerdan biz radiusini topib olsak, radiusimizni topsak bo'ladi. Radius teng bo'ladi 5 ga. 5 degani hozir bu bizdagi uchburchaklarda aynan buni gipotenuzalari 5 dan bo'ladi. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda biz ikkinchi qatida bemalol topsak bo'ladi. Bu bizda 3, 4, 5 formatiga to'g'ri keladi. Nima aytsa, aynan shunaqa bizda uchburchaklar bor. Buni bilasiz albatta. Shuning uchun ham bu qismimiz 4, bu qismimiz ham 4. Shu bilan polnusi shu chizig'imiz, ya'ni bu chizig'imiz 8 ga teng bo'ladi. U 8 ga teng bo'ladi degani bu hozir bizdagi bu kesmada ham tepasi 8, pastda u takrorlangani uchun pasti ham bizda 8 ga teng bo'ladi. Bizda endi buni yuzasini topishimiz uchun faqat va faqat balandligimiz qoldi. Balandlikni qanaqa topamiz? Albatta tepada berilgan mana formulani ishlatgan holda. Bizlar uchun S base ni topishimiz kerak bo'ladi. S base bu bizda PR square. Base'imiz o'zi nima yoki bo'lmasam asosimiz. Bu bizda aylana. Aylanadagi radius orqali biz buni albatta topamiz. Radiusimiz 5 edi, hozirgina ko'rdik. Shuning uchun ham bu endi bizda 25 pi chiqdi. 25 pi bu base. 25 pi ni nimaga ko'tarishsa yoki bo'lmasam nimaga ko'paytirishsa, ya'ni h ga teng bo'ladi 250 pi ga. 250 pi qayerdan keldi desangiz, savollar esingizda bo'lsa o'qiganimizda buni bizdagi volume 250 pi degan. Shu sababdan biz hozir buni h ni topamiz. Pi bilan pi ni qisqartiramiz ikkala tarafdan va h imiz endi teng bo'ladi shunchaki 10 ga. Balandligimiz shunda 10 ga teng bo'lar ekan. Endi kesmani hozir keling ko'rib chiqamiz endi. Kesmada bizda hamma narsa bor. Kesmani bu ko'rinishda ham keling men sizga ko'rsatdik. Buni bizdagi bitta tomoni 8, ya'ni mana bu tomonlari 8 dan edi. Va endi balandligi 10 edi. Buni endi yuzasi 10 ko'paytirilgan 8 ga yoki bo'lmasam 80 ga teng bo'ladi. Mana. Xo'p, bu savolimizni ko'rdik. Endi eng oxirgi 5-savolni ko'rib chiqsak. Bu 5-savolimiz deta 5 yil oldin yoki bo'lmasam 6 yil oldin kirish imtihonida tushgan. Bu bizda yana tushadi degan emas. Bu ko'proq aynan qanaqa konsepsiyada yoki bo'lmasam qanaqa ko'rinishda o'zi kirish imtihonlari ishlashini biz tushunib olsak bo'ladi. Keling, birgalikda masalani ko'rib ishlab qo'yamiz. Ho'p, an oil tank weighs 250 kilograms when its 1
1/4 full. Ya'ni 4dan 1 qismi bizda full bo'ladigan bo'lsa, bu 250 kilogramm bo'lar ekan. Bu oil tank. Oil tank bu rasmda ko'ryapsiz nimaligini. Va 350 kilogramm bo'lar ekan, u qachonki 3/4 bo'lsa, ya'ni 4dan 3 qismi bizda to'liq bo'ladigan bo'lsa, 350 kilogrammligini yozib qo'yibdi. What is the weight of the empty oil tank? Ya'ni bu yerda aytayaptiki, faqatgina oil tankni o'zini, ya'ni mana bu temirchi o'zi bizda necha kiloligini topishimiz kerak bo'ladi. Siz bu yerda proporsiyada ishlashingiz mumkin deb aytishingiz mumkin, lekin unaqa emas aslida. Buni biz hozir sistema yordamida ishlashimizni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bizda X deb har bitta oil tankni o'zini, ya'ni temirni o'zi necha kilogrammligini примерно belgilab olsak bo'ladi. X deb. X ga biz hozir bu yerda yozilgani 1/4 Y ni qo'shadigan bo'lsak, bu 350 kilogrammga teng. Nimaga Y? Nimaga desa, bu Y bizda отдельный boshqa narsa. Ya'ni ichida nimagadir to'la bo'ladigan bo'lsa, bizda shu 350 ga teng. 350 emas. 250 ga teng bo'ladi. Ya'ni sistemadagi birinchi sig'imiz shunda X plus 1/4 Y teng 250 ga bo'ladi. Ikkinchisida ham aynan X qatnashadi. Demak, bizda boyagi temiri o'zgarmaydi. O'zgaradigan u faqat ichidagi suyuqligi. Shuning uchun ham ikkinchisida 3/4 Y teng bo'ladi. Endi 350 ga deb yozib olsak bo'ladi. Va bizda mana shunaqa sistema kelib chiqdi. Sistema qanaqa ishlasa bo'ladi? Shunchaki pastdan tepani ayiramiz, oddiy sistemani ishlaymiz. Bu yerda bizda qoladi 100. 3/4dan 1/4 ayirsak bizda 2/4 qoladi yoki bo'lmasam sразу 1/2 Y bo'lib qoladi. Endi X ni X ayiradigan bo'lsa, shunchaki 0 qoladi. Va bizda 1/2 Y o'zi qoldi. Teng bo'ladi 100 ga. Va endi Y imiz teng bo'ladi bizda 200 ga. Y 200 ga tengligini topdik. Bu nima degani? Bu bizda hozir oil tankni ichini sig'imini topdik. Ya'ni umumiy hisobda 200 kilogrammgacha biz buni to'ldirasak bo'lar ekan. Shu ma'lumotdan foydalangan holda biz xohlagan bitta liniyamizga buni qo'yib olsak bo'ladi. Keling, birinchisiga qo'yamiz, eng osoni. Nimaga desa, 1/4 Y ishlatilgan. X plus 1/4 ko'paytirilgan 200 ga teng bo'ldi 250 ga. Bularni endi qisqartiradigan bo'lsa, bu yerda 50 qoladi. Shu bilan X imiz endi teng bo'ladi 250 minus 50 bo'ladi. Va shu bilan X imizning o'zi bizda 200 kilogramm bo'lar ekan. Ya'ni 200 bo'ladigan bo'lsa, oil tank o'zi yoki bo'lmasam shu temirimizning o'zi bizda 200 kilogramm bo'ldi. Xo'p, do'stlar, mana 5 ta misolni ham ko'rib chiqdik va albatta bularni hammasini tushundingiz degan umiddaman. Va endi keyingi vazifalar nima bo'ladi? Keyin nima qilishimiz kerak? Bu albatta endi Westminsterga topshirishingiz qoldi. Lekin bitta narsa aytib ketishim kerakki, bu daraja bilan albatta Westminsterga kirsangiz bo'ladi bemalol. Agarda bu misollarni siz tushungan bo'lsangiz yoki bo'lmasam bularni hozir bir yildan bilan o'rgangan bo'lsangiz. Lekin sizning maqsadingiz bundan ham kattaroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, kirish imtihonida yaxshiroq ball olish yoki bo'lmasam grantga kirish bo'ladigan bo'lsa, sizga maxsus qanaqadir tizim yoki bo'lmasam maxsus kurs kerak bo'ladi. Bunga albatta bizda yechim bor va bu yaxshi yangilik albatta siz uchun. Bu Maths Pro kursimiz. Maths Pro 3 yil davomida 100 dan ortiq o'quvchilarni Westminsterga kirgizgan va 10 dan ortiq o'quvchilarimizni bo'lsa grantga kirgizgan. Va aynan shu tizimda sizda hozir o'qish imkoni bor. Nimaga desa, bu yilda faqat 2 marta, 3 martagacha ochiladigan kurs. Kursimiz 2 oy davom etadi va 2 oy ichida aynan Westda tushadigan mavzularni va Westni darajasidagi misollarni birgalikda siz bilan ko'rib chiqamiz. Haftalik mock testlar va albatta kichkina guruhdagi qo'shimcha gamifications va boshqa juda qiziqarli tomonlari bo'ladi. Va eng asosiysi hammasi nazorat ostida. Ya'ni siz agarda darsga yaxshi qatnashmaydigan bo'lsangiz yoki boshqacha vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, uni albatta nazoratga olamiz va sizni intizomga haydaymiz. Ko'proq ma'lumot olish uchun shunchaki pastdagi Google formani to'ldiring va o'zimiz sizga aloqaga chiqib hamma ma'lumotni berib o'tamiz. Dars oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.